Assalomu alaykum mini traktor ishqibozlari, akalar, ukalar. Xo'p, magazinimizda xudo xolasa 180 lik frezamiz sotildi. 2 porshinli mini traktor ishlatadigan akalarimizga sotdik. Andijondan kelib olib ketishyapti. Xudo xolasa $1000 ga sotdik. Komplektlarni yig'ib, tayyor holatga keltirib qo'yganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bunimizni reduktorlariga 6 oy garantiya berildi va vomlari qo'shib beriladi, ichida bo'ladi hammasi. Katta original pichoqdan qo'yilgan 25-27 santlik o'zini zavodskiy pichoqli pichoqlardan qo'yilgan. Samodelniy pichoq emas, bemalol kelib ko'rib olishlaring mumkin. Xudo xolasa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. 1.60 lik va 1.30 lik frezalarimiz ham bor. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilaverasizlar akalar. Ishlatgan odamga ham xudo xolasa barakasini bersin. Ishlatib, o'zlari orqalariga yana boshqa agregatlarni moslab, chizel pluglarigacha, ocharlarigacha qo'shamiz orqa tarafiga deyishyapti. Xudo xolasa buni Andijon shahriga sotdik akalar. Videolarimizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa yangiliklarimiz juda ham ko'p. Keyingi videolarda sekin-sekin chiqarishni boshlaymiz. Xo'p, bunimizda freza pichoqlari ichki qismi 1.65, 1.70 bo'lyapti, tashqari qismi 1.80 bo'lyapti. Bu yerdan bu boshigacha o'lchagan hisobda. Ichlarigacha o'lchab, mana o'rtada ocharlarigacha bor. Reduktorlarni ham mana kattaligini ko'ryapsizlar. Tat yog'lardan qo'yib bemalol ishlatilaveradi.